2025-yil chiqqan eng zo'r planshetlardan biri Xiaomi Pad 7 Pro. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Videoni oxirida planshetning narxini aytib o'taman. Xiaomi'dan yangi planshet Xiaomi Pad 7 Pro. Hozir bilan bu planshetni ko'rib chiqamiz. Korobka komplektiga e'tibor qaratamiz. Xosligi planshetda batafsil ko'rsataman. Undan oldin korobka komplektini ko'ramiz. Bu yoqda o'zining dokumentlari chiqadi. Bu yoqda bo'lsa zaryadlash uchun 67 vatli golovkasi hamda Type-C kabeli. Wow, planshetning dizayniga bitta baho berasizlar. Planshetimizda kolonka to'rtta tarafda joylashgan. Pastki qismida hamda yuqori qismida. Bu degani do'stlar, sizlar bemalol kinolar ko'rayotganinglarda yoki o'yinlar o'ynayotganinglarda ovozlarni jonli tarzda eshitib turasizlar. Kamera joylashuvlariga alohida e'tibor qaratamiz. Kamerasi 50 megapiksel. Shu narsani yana aytib o'taman. Bu planshetga do'stlar SIM karta ketmaydi. Ekran dizayniga alohida baho berasizlar. Xuddi iPad'lardek ishlab qo'yishibdi. Akkumulyatori 8800 mAh. Вообще zo'r, bemalol bir kun davomida xohlagan ishinglarni qilsanglar bo'ladi. Agar dizayner bo'lsanglar, dizaynga bu bemalol bir kunga yetib beradi. Agar bunda o'yin o'ynayman desangiz, bemalol 4 soatdan 5 soatgacha mazza qilib o'yin o'ynasangiz bo'ladi. Ekrani 144 Hz ishlaydi. Bu degani sizlarga 4K sifatiga yaqin sifatni chiqazib beradi. Kolonkalarni eshitdinglar, hozir to'rtta tarafdan ovoz eshitilyapti. Ya'ni bu yoqdan ham, bu yoqdan ham. Shunaqa jonli ravishda o'yinlarda, videolarda mazza qilib olasiz. Sifatga bitta like bosib qo'yasizlar. Sizlar bu planshetda ayni damdagi narxini bilishni xohlasanglar, hozirroq Google ga kirib openshop.uz deb yozasizlar va qidiruvga Xiaomi Pad 7 Pro deb yozasizlar va mana ko'rishingiz mumkin. Xotiralari va narxlari barchasi ko'rsatilgan va bu yoqda ayni damdagi narxni bilib olsanglar bo'ladi. Bundan tashqari openshop.uz saytimizda boshqa smartfonlarning narxini ham hamda boshqa gadjetlarni eng zo'r narxlarda xarid qilib olsangiz bo'ladi. Hozirroq bu zamonaviy planshetga buyurtma berish uchun 71 203 66 60 ga OpenShopga qo'ng'iroq qiling. Xarid qilishga shoshiling. Naqd yoki muddatli to'lovga bemalol xarid qilsangiz bo'ladi.